Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Diqqat, tezkor xabar. Kurskdagi hujumda O'zbekiston fuqarosi halok bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyaning Kursk viloyatidagi mehmonxona vayronalari ostida 39 yoshli O'zbekiston fuqarosining jasadi olib chiqildi. Bu haqda 13 may kuni Kursk gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksandr Xeshtayn xabar berdi. Xabarga ko'ra, Rilsk shahridagi mehmonxona Ukraina qurolli kuchlari hujumidan vayron bo'lgan. Mehmonxona vayronalari ostidan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 39 yoshli erkakning jasadi topildi. Yaqinlariga samimiy hamdardlik bildiraman, degan Xeshtayn.